dadilligi uchun zar chopon kiydirib, boshini tanasidan judo qilinglar. Xo'sh, ko'raylikchi, qaysi yilga tushdim? 37-mi? Endi qo'lga tushdim. Когда веселье жмется, работа спорится. Chopon menga yoqdi. O'zimga ham yoqardi. Bag'ri keng bo'ling. Buncha rangiz oqardi. Yaxshi ham latta ekan. Razmeringiz nechi? O'lchamim 50. Sizga katta ekan. Men 51 man. Xo'sh, tanishaylik. Kimsiz? Professorman. Xush kelibsiz, mehmon. Yo'q. Mehmonsiz siz. Men o'z yerimdaman. Demak, men mezbon. Millatchiman deng. Millatparvarman. Unda tayyor turing. Doim tayyorman. Dadilligingiz tahsinga loyiq. Yaratganga qulman, vatanga sodiq. Dohiygachi? Dohiylar bo'lmaydi, inson ojiz banda. Aqlingni yig'ib so'zla, gapirganda. U zot sohibi zamin. Faqat xalq sohibdir ona vatanga. Endi kallang bilan vidolashaver. O'ylab gapir deb aytdim-a senga? Bu qanaqa chopon? Amir sovg'a qilgan. Boshimni chopganda. Demak, eskilik tarafdori ekansan-da. Erkinlik va ilm tarafdoriman. Siyosatingni qizig'i yo'q menga. Chet el josusi. Nima yashirgansan qutichanga? İzlanishlarim yutug'i, yangi ilova. Meni kashfiyotim, xazna bu. Asqotar vatanga. Kashfiyotlar qarimaydi, dohiylar qarisayam. Dohiyimiz qarimaydi. Qarimaydi. Hamma o'zicha dohiy. Koshki yashasa boqiy. Bunchalik ko'r bo'lmanglar. Millat oydinlarini bitta qirmanglar. Usmon Nosirni olib keldik. 16 ga qamanglar. Usmon Nosir. Otaginam. Iltimos, shu yigitni Sibirga yubormanglar. Meni yuboringlar o'rniga. U hali bola paqir. Ey. Bo'ladigan gapni gapir. 4 ta yulduzchani deb millat oydinlarini otma, vijdoni yag'ir. Bir kun xor bo'lasan axir. Meni surgun qil deyapman-ku. Yo, seni jazoing og'ir. Balki esingda yo'qdir. Bizni ayg'oqchilarga ko'ra til bayrami tashkil qilgansan. Millatchilarni yig'ib, isyon uyushtirgansan. Boshlagan sen, to'polon. Qaytib bermaydi jallodlar. Qodiriy Usmon Nosir Cho'lponni, Munaffar qori Abdurashid xonni. Ular o'ldi, ammo o'lmaydi til. Til yashashi uchun berdilar jonni. Vo, esiga tushyapti otaxonni. Qaysi biri sotdi ekan? Bildik. Xalq dushmanlari otaxonni do'sti ekan. Buyuk Sovet davlatin jallod atabsan, o'rtoq. Endi masalan chatoq. Voqea kelajakda bo'lgan. Ular xalq dushmani emas. Xalqning otasi Bo'tam. Bor. Erkin bozorni ham olib kel. Hammasini o'sha yozgan. Erkin bozorni topib kellaring. Qani topib ko'rlaring. Uni otasi ham hali tug'ilmagan. Iskovich bo'lmay o'llaring. Demak, ikkalangni ham tiling bir. Erkin bozorni ham seni ham. Endi taqdiringu go'ring bir. Ertan jazo kutadi. Bugun qaysi kun o'zi?
Bugun 3-oktyabr. Demak, ertan 4-chi. Demak, qonli kun yaqin. Sho'rlik otaginalarim ertan otiladi axir. Menga qara, o'tinaman. Hammasini ozod qil. O'qinga mana men qalqon. Otib tashlaylar shu on. Choponim ham seniki. Xaznamni ham beraman. Kelajak kashfiyoti. Almashkum shu zahoti. Zoraki omon qolsa, millat oydinlarining oltinga teng hayoti. Xalqqa dushman emas ular. Ilm ma'rifat tomondir. Otaginalarimni qo'yvor. O'tinaman, komandir. Begunoh Ziyo Axlun otmaydi, qamashmaydi. Partiya adashmaydi. Stalin adashmaydi. Adashadi. Onasini emsin. Partiyangni yer olsin. So'qir ko'zlar, johillar. Kelajakka borib qara, turqlaringga qonxo'rlar. Hamon Ziyo ahliga zoru intizor millat. Kelajak kechirmaydi bu ishlaringni illo. O'zingnikilarni sotgan. Ho, hammanga jallod. Dohiyingga borib ayt. Bilaman, otaginalarimni hammasini o'ldirasan. Bu xalqning qornini-ku non bilan to'ydirasan. Valokin kallasini, endi ma'naviyatini nima bilan to'ldirasan? Otaginalarim ketsa. Bas. Esin yegan keksa. Buni ham mana ularga qo'shib otib tashlaylar ertan. Buguncha yota tursin. Cho'lponni yoni bo'sh ekan. Cho'lpon, xok poyingni olay. Sen birla ketay menam. Bir suhbatingni olay. Kutib ol, otaginam.